Assalomu alaykum. Sizlar bilan mashhur o'z kanali. Namanganda maktab o'quvchilari ijaraga olingan Nexia bilan avariyaga uchrashdi. Kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Joriy yilning 2-aprel kuni Namangan viloyati Davlatobod tumanida maktab o'quvchilari boshqaruvidagi Nexia 3 yuk mashinasi bilan to'qnashib ketdi. Bu haqda viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 2-aprel kuni soat 17:10 atrofida Porloq mahallasi, Islom Karimov ko'chasi, Yangi Namangan tumanida joylashgan 2-sonli maktabning 9-sinf o'quvchilari haydovchilik guvohnomasi bo'lmasdan turib Nexia 3 rusumli avtomobilni boshqargan. Harakat xavfsizligini ta'minlay olmasdan yo'lning qarama-qarshi qismiga chiqib ketgan va o'z yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Chakman rusumli avtomobil bilan to'qnashib ketgan. Bildirilishicha, oqibatda Nexia 3 haydovchisi va old o'rindiqdagi sinfdoshi og'ir tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Surishtiruv ishlari davomida ma'lum bo'lishicha, 11-sinf o'quvchisi avtomobilni 9-sinf o'quvchilariga 2 soatga 220 ming so'm evaziga ijaraga berib turgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Samarqand viloyatining Jomboy tumanida Lacetti rusumli boshqaruvni yo'qotib, daraxtga urilgan maktab o'quvchisi vafot etgan edi.